Assalomu alaykum. Bu videoyimiz mavzusi yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Nimalardan ehtiyot bo'lish kerakligi haqida bo'ladi. Yangi kelayotgan qandaydir voqealar, hodisalarda nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerakligi haqida bo'ladi. Xo'p, bu videoni qaysi paytda ochishingizdan qat'iy nazar, qaysi paytda qo'yilgan bo'lishidan qat'iy nazar, siz ochgan vaqtga amal qiladi. 3 ta variant bo'ladi. Hozir Xo'p, birinchi variant uchun birinchi variantni tanlamoqchi bo'lganlar uchun mana bu rasm. Ikkinchi variant uchun ikkinchi variant. Uchinchi variant uchun birinchi variantni tanlagan inson yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi variantni tanlagan inson uchun deviatka jezlov kartasi tushdi. Bu karta nimani bildiradi? Ehtiyotkorlikni bildiradi. Oldingi tajribalar tufayli shubhali va o'zini himoya qilayotgan insonni ko'rsatyapti. Bu inson yaqin kunlarda haddan tashqari ehtiyotkor yoki ishonchsizligi sababli yangi imkoniyatlarni qo'ldan boy berishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bu karta u energiyasini tejashga va ortiqcha charchamaslikka e'tibor qaratishi lozimligini ko'rsatyapti. Восьмерка мечей kartasi. Восьмерка мечей kartasi shuni ko'rsatadiki, o'z fikri yoki ichki qo'rquvlari bilan cheklanayotganligini bildiradi. Bu inson o'zini imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganligi bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Va shuning uchun qanaqadir vaziyatdan chiqish yo'llarini ko'rmayotganligini ko'rsatadi. Aslida cheklov faqat ongida, real hayotda esa imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Shuning uchun noaniqlik yoki murakkab vaziyatni boshdan kechirayotgan bo'lsa, maslahat so'rash yoki o'z fikrini aniq tahlil qilish kerakligini ko'rsatadi bu karta. Keyingi karta esa Ritsar jezlov kartasi. Ritsar jezlov impulsiv harakat, tez qaror qabul qilish, o'ylamasdan qilingan qadamlar bilan bog'liq karta. Yaqin kunlarda bu inson haddan tashqari shoshqaloqlik qilishi yoki sabrsizlik tufayli xato qilib qo'yishi mumkinligini ko'rsatadi. G'ayrat va ishtiyoq yaxshi, lekin qaror qabul qilishda oldin vaziyatni to'liq tahlil qilish kerakligini ko'rsatadi bu kartalar. Umuman olib aytganda, shubhalarga berilib imkoniyatlarni cheklab qo'yishingiz mumkin. Juda ehtiyotkor yoki ishonchsizlik tufayli qanaqadir imkoniyatlarni qo'ldan boy berishingiz mumkinligini ko'rsatyapti. O'ylamasdan yoki shoshqaloqlik bilan qaror qabul qilib qo'ymaslik uchun siz yaqin kunlarda o'z shubhalaringiz va ichki cheklovlaringiz bilan kurashishi kerak. Hamma narsani nazorat qilmoqchi bo'lishi yoki haddan tashqari ehtiyotkor bo'lishi zarur
lekin haddan tashqari ehtiyotkor bo'lishi ham qanaqadir zarar keltirib qo'yishi mumkin. Shoshmasdan, lekin ishonch bilan oldinga harakat qilishni tavsiya qilaman birinchi variantni tanlagan inson uchun. Ikkinchi variant tanlagan inson yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lishi kerak? Ikkinchi variant tanlagan inson yaqin kunlarda nimadan ehtiyot bo'lishi kerak? Xo'p, ikkinchi variant tanlagan inson uchun Dvoyka Pentakli, Korol Kubkov va Paj Pentakli kartalari tushdi. Bu kartalar nimani bildiradi? Bu karta muvozanat saqlash va vazifani bajarish va tanlov qilish zarurligini bildiradi. Ushbu kartalar ikkinchi variantni tanlagan inson uchun yaqin kunlarda ish, moliyaviy va shaxsiy hayotda judayam ko'plab majburiyatlar bilan bog'liq shug'ullanayotgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bu vaqt noto'g'ri taqsimlasa, stress va tartibsizliklar paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Korol Kubkov kartasi esa bu hissiyotlarni nazorat qilish va donolik bilan qaror qabul qilish kerakligini ko'rsatadi. Bu inson yaqin kunlarda o'z his-tuyg'ulariga haddan tashqari berilib ketmasligi kerak bo'ladi. Agar bu muhim qaror qabul qilish bilan bog'liq bo'lsa, hissiyotlarga emas, balki mantiq va barqarorlikka e'tibor berish kerak. Shuningdek, atrofdagilarni manipulyatsiyasiga tushib qolmaslik uchun, ya'ni boshqaruviga tushib qolmaslik uchun e'tiborli bo'lishi lozimligini ko'rsatyapti. Ritsar Pentakli kartasi esa sabr, toqat, mehnat va barqaror harakatni bildiradi. Ikkinchi variantni tanlagan inson dangasalikdan ehtiyot bo'lishi kerak. Maqsadlarga erishish uchun rejalar asosida va aniq qadamlar bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Agar birorta loyiha yoki qaysidir ishni oxiriga yetkazmasdan tashlab ketishga majbur qiladigan qanaqadir holatlar bo'lsa, bunga yo'l qo'ymaslikni maslahat beradi. Ya'ni hamma ishni oxiriga yetkazishga harakat qilishingiz sizga ko'proq manfaatli bo'ladi. Hamma narsani bir vaqtda qilishga harakat qilib, energiyangizni tugatib qo'ymasligingiz kerak bo'ladi. Yaqin kunlarda o'zingizni cheklab qo'ymaslik yoki boshqalarni boshqaruviga tushib qolmaslikka e'tibor qaratishingiz kerak. Sustkashlik yoki haddan tashqari ehtiyotkorlik qilib yaxshi imkoniyatlarni boy berib qo'ymaslikka e'tibor bering. Va yaqin kunlarda muvozanatni topish, hissiyotlarni nazorat qilish va barqarorlik bilan oldinga harakat qilishga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Haddan tashqari shoshqaloqlik va dangasalik sizga zarar keltirishi mumkin. Muvaffaqiyat uchun sabr, toqat bilan, lekin qat'iyat bilan harakat qilish tavsiya etiladi ikkinchi variantni tanlagan inson uchun. Uchinchi variantni tanlagan inson insonni yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lishi kerak? Uchinchi variantni tanlagan inson yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lishi kerak?
Xo'p, uchinchi variantni tanlagan inson uchun sud kartasi, tuz kubkov va deviatka kubkov kartalari tushdi. Sud kartasi nimani anglatadi? Bu karta hayotda muhim burilishlar, muhim burilish nuqtalari va javobgarlikni anglatadi. Bu variantni tanlagan inson yaqin kunlarda o'z hayotini qayta baholashi yoki muhim qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan bir jihat bor. Eski hayot xatolariga yoki hayotiy vaziyatlarga bog'lanib qolish dan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Agar siz o'tmishga qattiq yopishib olgan bo'lsangiz yoki eski odatlarni tashlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, bu aniq to'sqinlik qilishi mumkin sizni oldinga harakat qilishingizdan. Keyingisi tuz kubkov kartasi. Bu karta yangi hissiy boshlanishlar, sevgi va ilhom bilan bog'liq. Agar siz shaxsiy hayotda yoki hissiyotlar bilan bog'liq yangi bosqichlarni o'tayotgan bo'lsangiz, bu jarayonga juda tez va ochiq yurak bilan kirib ketmasligingiz kerak bo'ladi, chunki bu juda ham xavfli, qanaqadir vaziyatga olib kelishi mumkin. Siz o'zingizni boshqarishga, haddan tashqari ochiq munosabatda bo'lishdan, his-tuyg'ularingizni nazoratsiz qo'yishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Deviatka kubkov kartasi esa bu karta orzularga ushalishi yoki mamnuniyatlarni anglatadi. Lekin haddan tashqari xotirjamlik, yutuqlaringizdan qoniqish, natijalardan ortiqcha xursand bo'lib, o'zingizni bo'sh qo'yib qo'yishingiz sizga qanaqadir dangasalikka olib kelishi mumkin. Agar siz o'z maqsadlaringizga yetdim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, u baribir ehtiyot bo'lishingiz kerakligi va o'zingizni bo'shashtirib qo'ymasligingiz kerakligini maslahat beradi. Haddan tashqari vaziyatdan lazzatlanish yoki zavqlanish sizni qanaqadir xatoga yo'l qo'yib qo'yishingiz mumkinligini ko'rsatadi. Yaqin kunlarda o'zgarishlarga tayyor bo'lishi kerak. O'tmishni ortda qoldirib, yangi imkoniyatlarga yo'l ochishi kerak bo'ladi. Lekin bu jarayonda hissiyotlar va xotirjamlikka haddan tashqari berilib ketmaslik kerak. Hamma narsani muvozanatda ushlab, o'z maqsadingiz yo'lida doim harakatda bo'lishingiz kerakligini maslahat beradi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha